Assalomu alaykum, hurmatli aziz qarindoshlar. Hammanglarningki shu joy vaqt xayrli bo'lsin. Mening ismim Tug'liq Hamid, Shvetsiyaning poytaxti Stokgolmda yashayman. Men navbatda ota-onamni turmudan qutuldirish Xitoyningki Uyg'urlarga yurgizilgan erkak qirg'inchiligi va shundaqla ota-onamga kelingan 18 yillik qamoq jazosiga noroziligimni bildirish uchun Shvetsiyaning poytaxti Stokgolmdagi parlament binosida namoyishni boshlab o'tdim. Bugun Cheslaga 2021-yil 8-oyning 19 kuni payshanba. Mening dadam Hamid Abdurahmon 1954-yil 5-oyning 20 kuni tug'ilgan. Opam bo'lsa Sadat Bovdin 1956-yil 8-oyning 21 kuni tug'ilgan. Dadam İli Oblastlik telegraf idorasidan, opam burunqi İli fandan, ya'ni qatnashdan ta'minlashga chiqqan. Mening opam dadam 2017-yil 1-oyning 27 kuni soat 9 atrofida İli Oblastlik bexatarlik saqlash tarmoqi tarafidan tutib ochib ketilib, Bo'zdagi turmada qonunsuz 2 yil tarbiyalashtirilgan. Uningdan keyin bo'lsa, yip holatda sud ichib, opamni, dadamni birinchi qitimda 5 yillik, keyin bu yetarli emas deb 18 yillik qamoq jazosiga hukm qilgan. Mening opam dadamningki hech qanday gunohi yo'q. Mening opam dadam ben 2009-yilda o'qishga chiqqan chaqda opam dadamningki bütün tarixiy materiallarini Beijingdagi Shvetsiya konsuliga olib bergan. Shu chaqda saxchidan va bütün oblast bo'yicha hamma yerdan xat chiqarib, qonunli o'qish vizamni elib Shvetsiyaga kelgan. Bizningki ota-onamningki G'uljida yashash tarixida hech qanday bir gunoh yoki bir qalaymi qanchalik qilgan bir ishlari yo'q. 2017-yilda boshlangan zarba berish harakatida opam dadam tutib ketilgan. Andan keyin 18 yil kesib o'tgan. Mening opam dadamniki kesib ketishningki birinchi sabab bo'lsa, meningki Shvetsiyada yashaganligim, andan keyin Shvetsiyadan ketgan bir g'uljilik yangoyatlik o'zbek oilasidan bo'lgan bir milliy munofiqningki g'uljiq berib, meningki ishki materiallarimni setib o'tganligi, shuning bilan birga yana 2014-yil opam dadamningki Turkiyaga kelib men bilan ko'rishganligi. Xitoy hukumati men sana deb qo'yay. Mening opam dadam gunohsiz. Sen opam dadamni cho'qim shartsiz qo'yib berishing kerak. Men yana Yevropaningki har qaysi joydagi Uyg'ur qarindoshlarga shuni deymanki, qarindoshlar hargizmi bo'shab qolmanglar, ota-onanglarga ega chiqinglar, xalqaro jinoiy ishlar sotiga beringlar, yo'shirin bo'lamdi yoki ochiq oshkor bo'lamdi. Beringlar kunlarning birida vatandagi shu azobga uchragan qarindoshlaringlarga yaxshi bir imtiyozlar tegib qolishi mumkin yoki to'lam kelib qolishi mumkin. Xitoy jasuslari mushu bizni qo'ldirilib Londondagi yag'an sotni ichib, mushta xalqimizni aldab, irqiy qirg'inchilikni siliq sipoylik bilan yepib yo'qotmoqchi bo'libdi qarindoshlar. Shuningga o'shqalimizni yig'ib, ota-onanglarningki yamanchi qarindoshlar bor ekansizlar. Qanday qilsam bo'lar, hech qanday qilmaysizlar, chiqsizlar oldiga. Ya o'lim, ya ko'rim, hozir hech kim borolmaydi. Qo'rqib ishonchlik. Xitoyningki hozir bizningki Uyg'ur bo'lganligimiz uchunla biz gunohkor bo'lib qoldik. Shuningga qarindoshlar hammanglar ota-onanglarningki narsani ilib parlamentning oldida turinglar. Xitoy hukumati mening opam dadamningki hech qanday gunohi yo'q. Ben sana shuni deb qo'yaysam, ota-onamni shartsiz qo'yib o'tishing kerak. Bo'lmasa men bu norozilik namoyishimni bir kunmi to'xtatmayman. Undan keyin seningki chet el sirtidagi savchi ishlayotgan jasuslarga bir kunmi oromchilik bermayman. Meningki opam dadamningki hech qanday gunohi yo'q. Mening opam dadam bekodan bekoga o'sha Xitoy jasuslarininki satqanligi tufaylidan yag'an ko'p turib ma'lumot yo'llaganligi tufaylidan nahaq kesilib ketdi. Qarindoshlar, hammanglar ota-onanglarningki rasmini ilib parlamentlarning oldida turinglar, ota-onanglarni qutqizinglar. Undan keyin mening opam dadam kirib ketgan chaqda men sotsial mediada 2019-yillarda nihoyat aktiv bo'lgan chaqda Dunyo Uyg'ur qurultayidagi bir akimiz shunday yordam berganligi, o'sha Shangang tarafdan birisi bilan gaplashganligi to'g'risida meni o'sha aldab, nas keraklarimni, pullarimni, moddiy buyumlarimni ilib meni 1,5 oy oldi diye, ya 1,5 yil oldi diye. Eng oxirida opam turmaning ichida mana kasalchan bo'lib ketdi.
Şununla nurgun qeyrindaşlar, kallamızga sagak bolaylı. O'ylab beqinglar, mana mush qurultayning ichidagi nopozliq bir arbobninki meni opam dadamning ishni qilma deb kasalchan qilib qo'yg'ini turmuning ichida vaqtni o'tkazib shundoq yaxshi menyapti, shundoq yaxshi medialarga chiqyaptim, shundoq yaxshi Shvetsiyaniki TV kanallarga chiqyaptim. Shundoq yaxshi bir ishlar bo'layotgan vaqtida qaynayotgan qozonga suv qo'ygandek to'xtatyapti. Mushular mendan foydalanib, yemak-ichmak, mening soatlarimni, mendan yavrolarimni talab qilib, hatta xotinlarga pul urg'izib, mushundaylik uylarning qilgan ishlarini qilg'izib, odamlarni akagizib qilib mana Müşinçilikə qeyrindaşlar bir tal xalqninki bir atmanın atanısı kirkitibdi, man chiqirib berayli deydigan gap yo'q. Müşinçilik bir xalqni müşinçilik o'ynatgan odam yana Uyg'urning ishini qilamda qeyrindaşlar. Men ya so'zlab qo'yatman. Qeyrindaşlar Uyg'urlar xalq harakati safarbarligi bo'lish kerak. Ata-onamizni qutuldirib chiqishimiz kerak. Menga qutuldirib olaman qolgan yezdagi nahiyadagi chet elda urib tuqqan yo'qlar qanday bo'ldi? Ashlar o'lib ketish kerakmi? Biz ashlarniki badalni, ashlarniki qonini setib besharda panohlik tilab oldik qo'ymish narsalarni. Ashlar uchun bir boshqa ish ham qilamiz-mi? Mushu ota-onalarimiz kirkatganlar Yevropaning oldidagi parlament binosi oldida to'plashib, mushunda qilsak, g'arbning besim yana kuchaysa, xalqimiz Xitoy pochlangacha ozroq bo'lsa-mu nafas olishiga yordam bo'ldi. Qolgan va mustaqillikka erishtiradigan va yoki boshqa Xitoyninki pochlanadigan ishlari cho'ng davlatlar tarafidan qaror qilib ma'qullanib bo'lgan. Shuningga biz o'zimizningki kichik ishlardan boshlab dunyoni ta'sirlantirishimiz kerak, dunyoning ko'zidan yashab qolishimiz kerak qarindoshlar. Faşist China, terörist China. Faşist China, terörist China. Faşist Xi Jinping, terörist Xi Jinping. China slavrimina fırıldrari. Sverige gira Uyguren. Sverige gira Uyguren. Faşist China, terörist China. Faşist China, terörist China. Stop China folk murderi. Stop China folk murderi. Stop China folk murderi. China terörist, faşist China terörist Xi Jinping. Faşist Xi Jinping, diktatör Xi Jinping. Faşist China, terörist China, China terörist, faşist China, diktatör Xi Jinping. China stop folk murderi. Sverige agerar på Uiguren. Sverige agerar på Uiguren. Kina slavrimina föräldrar.